Mana yetib keldik. Keyingi zakaz tayyor. Sizdan 21500 so'm. Mana 22.000. Aha. Sog' bo'ling. Sizdachi bermaysizmi? Men qara bratishka. Mana senga zdaki. Tanla uka nima beray? Xohlasang mana vlajli salfetka. Yuvinmagan bo'lsang xat yabi artinib yurasan. Xohlasang mana gugurt beraman. Maza qilib o'ynaysan. Faqat kamroq o'ynagin. Kechqurun qo'ymagin ha tag'in. Xohlasang shimib yurishingga kampit yoki qurt. Yana nima kerak? Faqat o'sha 500 so'm pulga men banan olaman degandim-da. Bor banan. Faqat sendan oldingi beparasat klient yarmini yeb yarmini tashab ketdi-da. Bu 700 so'mlik bananda bu yerda. Mana endi 500 so'mlik bo'ldi. Yeysanmi? Yo, shart emas. Yeysan. Yo, shart emas, rahmat. 500 so'm so'raysan menda? Amaki 1000 so'mga maydingiz bormi? Bor mayda bor. Men 200 so'mga ham mayda bor. Salfetka beraymi, qurt beraymi, gugurt beraymi, shimib yurishga kampet beraymi? Taksini birinchi ish kuni. Toshkentga kecha kelgan bo'lsam ham 5 qo'l deb bilaman. Xavotir olmanglar, ey. Assalomu alaykum, Shuhrat. Va alaykum assalom, Xolto'ra. Yaxshimisiz? Qayerga borasiz? Aka Shuhrat deyapman-ku. Xolto'ra deyapman-ku. Boring ey. Ona bola. Bilaman, men ham sizlarni sevishganlar demayapman-ku. Qayerga borasizlar? Ona bola deyapman-ku, amaki. Tushunmaydimi gapni? G'alatimisiz? Yangi hayot. Eski hayotingizchi singlim o'xshamadimi? Nima deyapsiz amaki? Yo'lingizdan qolmang. Uyga kelishingizda oddiy suv olib keling. Ha, xo'p, ovolaman. Xo'p, ovolaman dedim-ku. Shampanskiyga. Yo, uzr, oddiy suvga ketayotdim. Tushundimmi bu? Shirin chorrahaga. Ya senim g'alatimi bu bola? Bu chorrahani yeb ko'rganmi bular? Yalab ko'rganmi? Shirin deydi, achchiq deydi. O'z qayerda tushasiz? Sassiqmosda qolaman. Tosh mashinadan. Oy sendan iltimos. Kun kech bo'ldi, pochin yo'q, qorin och. Tinchgina dastavka qilsam bo'lar ekan. Okey, sizning dastavshik? Ha, men. Okey, men bu osh bilan men bu balig'i xo'jayinning uyiga srochniy tashab qo'yish kerak edi. Xotirjam bo'ling, brat. Okey, adres yozilgan, rahmat. Xotin bugun ujin shohona bo'ladi, tayyor turgun. Ish qalay bo'ldi? Va ish zo'r bo'ldi. Aytdim-ku, Toshkentda 5 qo'l deb bilaman deb. Pul tapacak, mashina alacak. Ko'rdingmi, gai to'xtatdi. Aytdim, ichib rolga o'tirmaydi. Voy, qo'rqmang. Ko'zimni qizarganini qara, ichganimni bittada biladi-yu. Nimaga ko'zing qizargan desa, ko'zimga pashsha kirib ketdi deysiz. Bo'ldi, tamom. Assalomu alaykum, kapitan Ergashev. Hujjatlaringiz. Ko'zingiz buncha qizargan, pashsha kirib ketdimi? Yo'q, ichib olganman. Oltin olma, Klient ol, klientdan foyda. 7 o'lchab, Palasani bosma. ona va bola. Orqaga o'tirsa yaxshi bo'lardi. Oldiga yana klient olaman-da. O'sha o'ylaguncha Tavakkalchi sariqqa o'tib ketadi. bosh omon bo'lsa, Prava topiladi. ko'p gap, Shopirga qiziq emas, halal beradi. do'st achitib gapiradi. Gayi kuldirib yozib yuboradi. Yuzda yurma. Beshaqlar jarima keladi. Yomon bo'ladi. Bu videoni shopir tanishlarga jo'natib qo'yamiz.